qilarki, mana 5 minutga miyasiga kirib olsam, balki hojatxonaga kirib turib, balki artmas, yuvmas balki. Balki o'sha har xil holat bo'ladi, misol uchun. Qo'l bilan maktablarga yoshligimizda maktabda qanaqa bo'lardi? Qog'oz bo'lmasa, bunday bir devorlarga maktab hojatxonasining ikkita tomoniga devorlarga har doim bir narsalarni axlat tekkan barmog'i bilan kim esda bor? Mana tiriklar bo'lsa gapirsin, kim maktabda shu narsani ko'rgan? To'poy nimasini ko'ryapsizlar? Mana mashinaqalar haqida gapiryapman-da. Quvonchbek, Shahnoza. Quvonchbekmi, bu Shahnozami jalab endi? Qaysi biriga kelishamiz? Nima aytib o'tdim? Maktab paytlarimizda shunaqa bo'lardi-da. Ha? Haligi o'tiradigan hojatxonada o'tirsangiz, hojatxonasida o'tirib bo'lgandan keyin devorga qarasangiz, qanaqadir m qo'shuv i barobar s degan narsani muhabbatni qarab kuchliligini, muhabbatni janob. Mana shunaqa berilib gapiryapman, aytdigilar menga qarayapti. Narigi mashina to'xtatib. Muhabbatni kuchliligini qara. Muhabbat kuchliligidan orqasini artgan barmog'i bilan sevgan qiziga hojatxonada sevgi izhor qilardi, mujskoy kabinada. Sababi narigi sinfdoshi Bekzod ham u qizni sevgan bo'lsa, bu ya'ni Jasur yoki Aziz ham bu qizni sevishini Bekzod hojatga kirganda ko'rish kerak-da. Shuni ko'rish kerak. Ko'r, orqamdagi axlatim bilan qasam ichaman, men Nargizani sevaman deb biladi. Endi u narsani yozish uchun shikolatning rang bilan, uning uchun barmoq shikolat bo'lish kerak. U shikolatni hojatxonada shirin shikolatga aloqasi yo'q hojatxonaga. Demak, uni rangi shikolatga o'xshaydi, o'zi shikolat emas. Hojatxonada nima bo'lishi mumkin? Faqat o'sha narsa bo'lishi mumkin. Yoshligimizda Chocotelo yokida o'shanaqa bir choko haligi narsalar bo'lmasdi. O'shanaqa bilan yozardi. Demak, biz maktab davrida shunaqa sinfdoshlarni ba'zi birlari bilan ham katta bo'lganmiz. Balki hozirgi bedapressiyalar shularning farzandidir biladi. Ana, ko'rdinglarmi? Qachondir otang qilgan xatoga bolalaring javob beradigan gapga mana bitta tasdiq, mana bitta namoyon, mana bitta misol endi. Shunaqa bo'lishi mumkin-da.